Assalomu alaykum Shahboz aka, biz studiyamizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz aka. Shahboz aka, endi savollarimni bir chetdan bersam, hozir hammasini bittadan aytib yubordim. Xo'p, Mahrga gelik qo'ydingiz, bu rostmi yo kontent uchunmi? Bu rost. Oho, gelik. Andijonda hali hech kim qilmagan, menimcha. Qilamiz. Gul bilan ayiqni yoqib yubordingiz, bu yoqishni o'rniga tamta qiziga bersangiz bo'lmasmidi aka? Arziydigan qiz yo'qdi. Chiqib qolar. Qaytda yo'q, o'nni yo'q qizlarga bergandan ko'ra yoqib olganimiz yaxshiroq. Bunisi ham to'g'ri. Hozirgi zamonda yomon demaylik, shunaqalar ham ko'p. Ko'p. Keyin aka, mana yangi do'konlaringiz qulluq bo'lsa, men o'zim kirib ko'rdim. Tovarlar nimaga buncha arzon aka? Tovarlarda arzonligi xalq uchun do'kon ochdim. Faqat xalq uchun. Hech qancha qo'yilmaydi. Kerak bo'lsa shu olingan narxiga ham sotyapmiz. Kundan kunga narx faqat tushadi. Men yana aytaman, xohlasa biz do'konga kelib, xohlagancha narsa olsin. Maza qilsin, oilaviy kelsin. U hech kim majburiy emas bizni do'konga kelib narsa olishi. Bu uni xohishi, cho'ntagidagi uni puli. Lekin biz haqiqatan ham xalq uchun do'kon ochdik. Xudo xohlasa mana Abdurahmon ibn Avf yo'lidan ketyapmiz inshaalloh. Ishlaringiz xayrli qilsin aka. Akaga ham savolim bor. Kaniza bilan duet qanday bo'lgan? Bahrom aka. Zarina Durdonalar administrator. Ha. Bahr Zo'rtovada ishlagan akamiz bor. Yozgan shu bilan duet bo'lib ketgan. Nima deysiz degan? Qanaqa qaraysiz degan? Zo'r qarayman, davay degan. Borganmiz. Shunaqa qisqa bo'lib, tez bo'lib ketgan. O'zimdan qo'shiqqa qiziqish bormidi o'zi? 5 yil Toshkentda shun qiziqib yurganman yoshligimda. Hobbi, qo'shiqchilik hobbi bo'lgan oldin. Endi faqat shu biznes bilan shug'ullanasizmi yo sportni tashlab? Yo'q. Biznes birinchi o'rinda har doim. Bu narsa men pulim bo'lmasa, misol yaxshi do'st bo'la olmayman. Kerak bo'lsa er bo'la olmayman. Kerak bo'lsa endi yaxshi aka, yaxshi uka, yaxshi farzand bo'la olmashim mumkin. Men pulim bo'lsa, misol ota-onam orzusidagi narsalarda albatta hamma yoq finansiy tomonga qadaladi. Pul muhim emas degan odam уже psixda. Shahboz aka, Shohhasan Mirzamatov, Bobur Abdulazizov bilan ko'p bilasizlar, muomalalar qanaqa, qanday tanishgansizlar? Bizning ustozimiz bitta Jahongir Qoraboyev. Biz bitta zalda shug'ullanganmiz akalar bilan. Meni qadrdon akalarim. Xudo xohlasa akalarim yo'lidan ham yuraman. Faqat ozgina vaqt qoldi, men boshqa yo'lda ham, boshqa ishlar ham qilishim kerak. Inshaalloh 1 oydan keyin yoki 2 oymi MMAda katta arenada urushamiz. Xudo xohlasa. Shahboz aka, yana bitta savolim bor-da. Sportchi sifatida Bobur Abdulaziz bilan Erkabulan o'rtasidagi jangga qanaqa qaraysiz? Kim yutadi deb o'ylaysiz? Erkabulan Toktar aqlli jangchi u. U aqlliligi uchun ham Bobur aka bilan urushmaydi. Tushundingizmi? U biladi, u Bobur Abdulazizov uni yutib qo'yishini. Chunki Bobur akam, Bobur akadagi xarakter ancha-muncha bayasda yo'q. Akam bilan urushdan oldin u albatta buni vaqt ko'rsatadi. Uni oktagon ichida halolat beshanamizga yutish yozilgan bo'lsa yutamiz. Yutkizish yozilgan bo'lsa yutkizamiz. Lekin men ham kecha chiqqan bayas emasman. Osmondan tushib qolmaganman. Men 18 yil umrimni sportga tikkanman. Tanqidga, negativga qanaqa qaraysiz? Yoshlarga qanaqa maslahat berasiz? Tanqidmi? Bo'yga yoqmasa kerak. Negativchilar pampers taqib olsa, hojatga ham borgani. Vaqt ham ketmaydi, yotadi. Pampersga bajarib, yozib yotaveradi, boshqa ish yo'q u. Shuni maslahat beraman, boshqa maslahat bermayman. Men aytganman-ku, har doim aytaman. Prosta yashab, shunchaki o'lib ketish niyatim yo'q. Prosta tarixda qolamiz. Haqiqiy tarixda qolamiz. Bu gap emas. Addush aytyapman, tarixda qolamiz. Oho, gelik. Andijonda hali hech kim qilmagan, menimcha. Qilamiz. Gul bilan ayiqni yoqib yubordingiz, bu yoqishni o'rniga tamta qiziga bersangiz bo'lmasmidi aka? Arziydigan qiz yo'qdi. Chiqib qolar. Qaytda yo'q, o'nni yo'q qizlarga bergandan ko'ra